Hammaga assalomu alaykum. Sizlar bilan men yana o'sha Deputat PUBG va bugun yana Bullrop Topping case qilamiz. Va bu kechagi videoning ikkinchi qismi. Hozir yana o'sha zon 9 dan ochib ko'tarib ko'rishga harakat qilamiz. 88 balans bor hali. Ikkita counter bor menimcha. Va bundan yaxshi balans qilishga harakat qilaman. Va videoning boshidan 80 balans. Keyin do'stlar, mana shu videoga like bosib, kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Yana 120 ta obunachidan keyin birga bo'lamiz. Sizlardan shu aktiv kutaman. Videolarim endi asta-asta aktiv ko'tarilishni boshlayapti. Keyin kanalimga o'tsanglar, profilimga o'tsanglar, Telegram kanalimga qadab qo'yganman. Telegram kanalimga o'tib qo'ysanglar, promovetlar tashlab boraman. Hozir yana mana shu 99 dan ko'ramiz. Va bizga qanday berar ekan? Keyin do'stlar, mana shu video kommentariyasiga keyslar yozib qoldiringlar. Keyingi videoda ochishga harakat qilaman. Mana shu yangi kelgan keyslarni ochib ko'ringlar, sizlarga maslahat. Yaxshi beryapti. Nima endi ishlamayapti, bo'ldi ishladi. O'rtacha hafta, qani. Bismillahirrohmanirrohim ketdi. Necha bu? 18. Mayli. Qani. Yana bitta ochamiz. Qani bismillahirrohmanirrohim ketdi. Shu persatga yana berib bor. Necha bu? 151 yaxshi. 187 balansga ko'tarib oldik. Endi boshqa keys ochamiz. Videomiz kemitlik bo'pti. Yana o'sha zon 9 ochib ko'ramizmi? Boshqa keyslarni ham ochib ko'raylik. Doim mantidan ochib ko'raylik. Banti ham yaxshi berardi. O'rtacha xatta qani bismillahirrohmanirrohim. Bizga mana shunaqa narsalardan berarmikan? To'xtamadi-da. Bu necha bu? 44. Zarar. Keyin do'stlar, men keyin yana stream qilib boryapman. Bir kunda bir stream qilyapman. O'sha streamda kechadan oldin stream qildim. O'shanda obunachilarim keys aytdi. O'sha keysdan normalniy balans qildik. Sizlar ham streamga kirib turinglar. Shunaqa Bullrop Open case qilib turaman. Endi 149 ter ochamiz. Unga hozir sapyordan ko'taramiz. Yaxshi. Yaxshi, 49 balans yig'dik. Qani? Berib borar endi. Qani bismillahirrohmanirrohim ketdi. Qanisi berib bor. Necha bu? 120. Mayli. Yaxshi, 120 balans. Mana Himmel ochib ko'raylik, Himmel. Bu ham yaxshi berardi. Buni ham o'rtacha hafta. Qani? Davay bitta yaxshiroqdan berib bor. 280 o'shandan berib borsa ham yaxshi bo'lar. Voy to'xtamadi. Necha? 45 mi? Uy, yaxshi, 145. Yaxshi berdi. Bizda jami 200 balansmi? 200 bo'lish kerak menimcha.
Da 213. Yaxshi, bunga hozir qanday keys ochamiz? Bounty, Snickers qaysi biri? Da KitKatdan ochaylik. To'xtanglar. Mana shuni PUBG'ni ochamiz. Sinfdan yaxshi bermasligi mumkin-da. Sinfdan ochib ko'rmayapman. PUBG'da lekin ochganman, yaxshi beradi. PUBG'da qaysida 500 balansli 300 yillik 100 ko'proq beradi. Qani? Bismillahirrohmanirrohim. Yaxshi, o'zinigina qaytarib berdi. 86 UC va bizda 134 UC bor. Qani yana bitta bismillahirrohmanirrohim ketdi. Yaxshiroq berib bor endi bu drop. Voy, to'xtamadi. Lekin yaxshi bu. 108 UC yaxshi. Lekin to'xtaganda nerealniy bo'lib ketardi-da lekin. Qani bu pas necha bo'pti? 3 bo'pti, yaxshi. 3-darajani ham ochib ko'ramiz. 6ni olib olaylik. 3-darajada necha berar ekan? Kapsula. Qaysi birini ochamiz? Da eng pastdagi ultimate yaxshi 64 u. Da o'rtadagi necha edi? Mayli. Jamimizda 329 balans bor. Bu yaxshi. Bu yaxshi, 329 balans yaxshi. Endi Snickers ochib ko'ramiz. O'rtacha hafta buni ham. Bu ham bitta ultimate'dan berib yuborsa, qani bismillahirrohmanirrohim. Bu qanaqa aruja bu? Qalbida bormi? Bu demak standoff. Standoffda shunaqasimi? O'y, yaxshi. Necha? 73 ekan. 150ligi deb o'ylabman. Mayli. Hozir 333 balans bor. Qanday keys ochamiz endi? Da yana mana shu 150 balans bergan. Dan ochib ko'ramiz. Qani necha bu endi? Yo'q-ku bu. 65 yaxshi. Yaxshi, o'k bizatdi. Hozir 340 balans bor. Endi buni ko'tarish kerak-da. 39lik bular bo'lmaydi. Bir yaxshiroq keys bormikan? Yana o'sha zon 9 ga qaytdik. Yana berib yuborarmikin boyagidek. Qani? Bismillahirrohmanirrohim. Vuy, yaxshi mana. Like bosib obuna bo'lib ko'radigan joyida bu. Shunaqa videoda bu zo'r bo'lyapti. 195 balans yaxshi. Open keys davom ettiramiz. Doim bounty'dan ochib ko'ramiz. Bounty. Qani? Yaxshi, 150 turmidi. Yaxshi, voshi ancha zo'r balansga ko'tardi-ya. Zo'r, bu ancha zo'r.
Videomiz 10 minutlik bo'ldi. Yana ozgina ochamiz, keyin videoni to'xtatamiz. Yana zona 9. Mana shu zona 9 ancha zo'r beryapti-da. Yana bitta berib yuboring 195 ta. Zo'r bo'lardi. Qani mayli. Bu ham uncha minus emas-da, ko'ryapsizlar-ku. 4 ta coin minusda. Qani KitKat sinfdan ko'ramiz endi. O'rtacha hafta. Qani Bismillahirrohmanirrohim ketdi. Qanday beradi bu? Necha bu? 62. Mayli. Yarimi yana qancha desak bo'ladi? 90 ta coin minusda bizda. Qanday bitta 99 lik ochamiz. Kichik hafta ochaylik. Mifik bo'lay. Qani Bismillahirrohmanirrohim. Mana shuni berib bor. 63% ekan. Qani 109 yaxshi, o'zini qaytarib berdi. Va endi qaysi kesni ochamiz? Ko'p PUBG dan Ronaldo ochamizmi? To'xtaylar oldin. Mayli. PUBG dan Ronaldo ochamiz. Keyin qolgan balansni ozgina o'yinchalar qilamiz. Shu bilan videoni to'xtatamiz. Hozir Ronaldodan necha bersa ham olib qo'yaman. Sizlarga mana videoni oxirlariga mana risk qilyapman bor balansimga. Qani necha beradi? Qani Ronaldo. Mana Ronaldo. Lekin bunda ham ancha 22%likmi? 125 yil narsasi bor-da, 22%. Bir şey ko'ryapsizlar-ku. Uni bermasa bo'ldi menga. Uni bermasin bo'ldi. Mana yaxshi 460 UC. Yaxshi. Biz 160 UC plusdamiz. Endi sapyorda 18 UC tikib, shu bilan ko'tarib olamiz. Upgrade bo'lmaydi-yu. Mayli, bitta upgrade qilib ko'ramizmi? Lekin upgrade bo'lmaydi-da. Qo'ylar upgrade qilmaylik. Hozir bari oqib ketadi. Sapyorda ko'targanimiz yaxshi emasmi? Qani 29-36 ni tikamiz. 44 bo'lsa hozir o'sha nima edi? Hozir yechamiz-da, короче. Zon 9 ochib ko'ramiz, qayerda bo'lamiz? Zon 9 ochib ko'ramiz. Qani zona 9. Bir yaxshilog'idan berib bor. Shu bilan menimcha video tugaydi. Ronin 18 bo'ldi. Vaqti balans bashday. Sapyor yoz tikib bir oqizib boramiz. Hammalarga xayr, sizlar bilan men o'sha deputat PUBG bo'ldim. Keyingi video bo'lish uchun sizlar like bosinglar, aktiv cho'tki qilinglar, любой kommentariy yozib turib, kecha yozib qoldiringlar. любой narsa yozib qoldiringlar kommentga. Men videomiz aktiv ko'tariladi chat. Hammalarga xayr, sizlar bilan men o'sha deputat PUBG bo'ldim.